Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kanalimizga yana bir bor xush kelibsizlar. Bugun yangi video, o'zgacha video. Millatlar Ligasi yarim final Portugaliya Münchenda, Allianz Arenada Germaniyaga qarshi yarim finalda ushbu o'yinni o'tkazadi. O'yinga настроениялар zo'r. Hozir просто sal uyqum kelib turibdi, chunki soat ertalabki 6:40. Voqli turib yo'lga chiqib ketishim kerak. Biletni kecha kechqurun soat adashmasam 7larga olganim sababli yo'lga unchalik yaxshi tayyorlanmadim. Masalan, yo'lni planlashtirish bo'yicha hamma narsaga o'shanga hozir endi tez yurar poyezd emasda, regionalniy poyezdda ketishim kerak. Yo'l uzoq, lekin nima desa bo'ladi, того стоит deydi-yu. O'zim yaxshi ko'rgan futbolchi Krishtianuni, xudo xolasa hozir stadiondan podдержка qilamiz. Portugaliyadan faqat g'alaba kutib qolamiz, lekin Germaniya ham hozir qo'rqinchli tarkibda, qo'rqinchli o'zini sostoyaniyasida. O'shanga endi hamma narsa kutsa bo'ladi. Tem bo'lib bugun o'zlarini uyida o'ynashadi. Nima desa bo'ladi? O'zingni uyingda o'ynasang, devorlar ham senga yon bosadi dedi. Lekin yaxshi o'yin kutib qolamiz. Og'ir yo'l, 11 soatlik yo'l kutib turibdi. Soat 7:36 da poyezd oladigan bo'lsam, soat kechki 6 ga Münchenga yetib borar ekanman. 1 soat aylanib turib, keyin Primoy stadionga yo'l olamiz. Hammasini ko'rsatib borishga harakat qilaman. Faqat sizlardan like, podpiskani kutib qolamiz. Har doimgidek mana sekin yo'lga chiqib ketaman. Afshogadan chiqaman hamshaga. Har doimgidek hech o'zgarmaydi deydi. Yo'lga chiqib ketaman. Hozir 3 minutdan keyin tramvay keladi. Shu bilan vokzal. Chemadan deydi. Короче, og'ir yo'l. No, bu safar plakatsiz lekin. Chunki bilaman, foydasi yo'q bu safar. Chunki hamma super zvezdalar o'ynayotgan paytda, yulduzlar o'ynayotgan paytda plakatizga kim ahamiyat berardi? O'shanga kutamiz, yaxshi o'yin kutib qolamiz. Har doimgidek vokzalga kelib qoldik. Orqada bratimizni baqir-chaqir qilyaptilar, o'tirib. Mana vokzal. Poyezdga endi poyezddan ketamiz. 3 minutga chiqyapti. 10:53 da Leipzigda bo'lar ekanmiz. 11:20 da poyezdimiz keyingisi. Mana Leipzigga ham yetib keldik. Hozir mana Leipzig vokzal. Hozir 3 soat 20 minut yo'ldan keyin Leipzigga yetib keldim. 1 soatdan keyin пересадка, yana 2,5 soatlik poyezd. Poyezd soat adashmasam 2:25 damidi. Yo'q, to'xtang. 12 nechidadir adashmasam. O'shani olaman, olgandan keyin sekin Xof degan Banxof bor. O'shanga ketib turib, o'tdan sekin anaqa 15 minutlik пересадкам bor. Ishqilib poyezd kechikmasa, vaqtni rusbet qilaman. Shu bilan normalniy Münchenga yetib olsam bo'ladi. Agar kechikadigan bo'lsam, pishdi. Bu degani nima desa bo'ladi? O'yinni boshlanishiga yetib boraman-da agar Münchenga. Shunasi problema. Yana vaqtida Leipzig Banxofda magazinga chiqib ko'rishga bir qiziqib ko'rdim. Qarasam азиатский magazin bor ekan. O'shga kirsam мороженое bor ekan qaradi. Необычный desa bo'ladi, nima desa bo'ladi? Macholi и bubble tea bor ekan. Siz bubble tea bilmayman, O'zbekistonda hozir populyarniy yo'q. Mороженое olib ko'rdim, ichida bubble tea bo'lishi kerak. Rasmi bo'yicha olib ko'ramiz, endi ta'mini ko'ramiz. Faqat shu cho'pi deb o'ylab edi, bu ichida bubble, bir sharikli. Bunchalik emas, to'g'risi 2 euro turadi. Normalniy, mayli, yesa bo'ladi. Qora shariga ahamiyat bermasa, qolgan narsasini ta'minlanmaydi ekan, to'g'risi. Ikkinchi poyezd urishga ketyapmiz. Tabiat, o'rmon, hamma yoq o'rmon. Poyezdga ketsanglar faqat o'rmon ko'rasizlar, bor. Ronaldo chuqolim ko'rinib turibdi. Oxirgi пересадка hozir Xof vokzalidamiz. Keyin hozir poyezd olishim kerak. 10 minutdan keyin poyezd yuradi o'sha. Shu bilan 3,5 soatlik yo'l. 3,5 soat shu bilan Münchendamiz. Odam charchadi, uyqusi kelyapti, lekin uxlab bo'lmayapti ana. Bosh qo'ygani joy yo'q-da, o'tirib uxlash qiyin bo'lyapti. No, mayli. Chidaymiz endi. Meri pashti yo'ldaman. Yetib kelishimga 1 soat vaqt qoldi shekilli menimcha. Odam oqib qoldi. Uyqum kelyapti, uxlaganman bor. Havas qilib ko'rdim, ashula eshitdim. Shunday ham uxlashga harakat qildim. Bir tiyinlik foydasi yo'q. Hozir o'tirib ketolmay endi iloji boricha nima desa bo'ladi. Miyani charchatmasdan uxlab qolmaslik uchun harakat qilaman. 1 soatlarda Münchenga boramiz, Alloh xolasa. Keyin o'shda endi nimadir kofemni bor ichib olarman, energiya olgani, chunki bo'lmaydi. Mana bu ham tabiat. Shunaqa gaplar. Bu vokzal oldidagi Villa parkovkasini qarang, shuncha video bor.
qirilayotibdi. Ko'rasizmi? O'zbekistonda veli haydab yurgan bo'lsa-yu, to'poyga chiqarib yuboradi. Yetib keldim, mana nihoyat shunga. Короче, poyezdimiz yetib keldi, narsa ekan, hamma ketyapti. Ronaldoni ko'rayotgansizlar, nemislar. Ko'ramiz endi, bosh og'riyapti, dori ichib oldim. Hozir sekin birinchi Marienplatzga boramiz. U yerda ikkita videolar qilib turib, keyin sekin stadionga yo'llanamiz. Shunga ham yetib keldim, hozir sentrdamiz. Marienkirche ham bo'lsa kerak. Anta bratimiz Ronaldidan. Hamma, короче, futbol matchi bo'ladi. Настроение ko'tarildi ancha. Hozir xursandchilik. Bir ozgina aylanib turib, keyin sekin stadionga boraman. 2 soat o'yin boshlashga 2 soat qolgan stadionga boradigan bo'laman endi. Bu o'sha dunyoga mashhur Marienkirche, ya'ni Mariya cherkovi. Yevropada shu Xazil bor, Germaniyada Germaniya bayrog'idan boshqa hamma bayroq bor. Mana bayroq nima qilyapti? Bitta o'qituvchilarning. Mana bitta sekin fanatlar yig'ilishyapti. Короче, bugun qattiq o'yin bo'ladi. Короче, hamma yo fanatlar ko'rayotgan bo'lsanglar, nima desa bo'ladi? Ketib tayyorlaylik. Mana anaqa ham yetib keldi, nima desa bo'ladi? Allianz Arenaning ostanovkasiga. Umrimda bunaqa qiynalmagandim, boru metroda. Shunaqangi qiynaldi odam bor. Короче, shunaqa issiq, odam ko'pligidan qimirlagan joyi to'g'risi bor. Ana upakovka qilib qo'yadi, o'shanaqa bo'lgandek bo'ldim to'g'risi. Shunga mana hammaga totdi. Вот такой. Ana Allianz Arena. Ancha muncha pishkom yurish kerak bo'lar ekan. Короче, ko'ryapsizmi yomon. Ikkita aylanib borish kerak. Ko'ramiz endi. Mazza bor. Hamma futbol formalarida, короче, hamma o'zini davlatini podдержка qilgani kelgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Hammada futbol formada, короче, nima desa bo'ladi. Ismi yozilmagan bo'lsa ham, lekin komandasini formasini kiyib kelishgan. Allianz Arenaga yaqinlashib qoldik, mana. Hozir sekin borib turib, yaqinlashgandan keyin blokimni qidirishim kerak, qatdan kirish kerakligini. Lekin atmosfera o'zi bomba, короче, atmosfera. Hamma futbol va ishchi bor, ana mazada to'g'risi. Hamma futbolkalarda kelsa, masalan, futbolchilar futbolkalarda kelsa, komandasini podдержка qilsa, baribir kayfda. Stadionga yetib keldik mana. Короче, fotosessiya qilamiz ozgina. Instagramda yangi video, yangi rasm bo'ladi. O'shanga hayajon katta to'g'risi. Iloyim bugun yutilo. Ey, bu narsa vashcha kayf beryapti-yu. Ketishni qaranglar, hamma bilan. Vashcha maza, Osoko borsam hayron qolmanglar. Endi bu oddiy Leipzig bilan Bavariyaning o'yini emas, bu Portugaliya bilan Germaniyaning o'yini. O'shanga emotsiyalardan chiqib ketib qolsa, xafa bo'lmaysizlar. Suvkalarni tekshiradigan joyga keldik. Hozir sekin suvkalarni tekshirtirib turib, ichkariga o'tamiz. Majaqyapti. Tekshiruvdan o'tdim, ichkariga kirdik. Stadion yonidan, короче, ko'rinishi motivatsiya katta. Faqat g'alaba kutamiz. Xudo xolasa finalga chiqadi. Finalga chiqsa bo'sh, finalga kelarman. 300 euro pul atab olishim kerak bo'ladi. No, agar final bo'ladigan bo'lsa, roziman to'g'risi. Ichkariga kirib oldim. Mana ko'rinishi, короче, hozir endi sal odamni kichkinasiga borgisi kelib qoldi. Borgandan keyin sekin stadionga kirib turib, stadiondan videolarni qirsalatamiz. Joylashib oldik, joyim mana. Men o'tirgan joydan rakurs, короче, qichiq joy desa ham bo'ladi. Mana bu yerda Germaniyaning fanatlari. Bu yerda Portugaliyalik ekan. Adashib qopti, просто tomoni normal nima qilamiz endi. Mana bu yerda Germaniyaning o'yinchilari uchib kelishdi. Hozir Ronaldo chekayotganda yomon qattig'i bo'ladi, lekin borib. Stadionda atmosfera bomba. Stadionning holati. Portugaliya ultralari vashcha. Mazza bor. Mana bu yerda hali baqir-chaqir bo'ladi, hamma nemislar kirib olishsin. Portugaliyaning varotalari chiqib keldi. Adashmasam, glavniy varotar bugun Koshta. Diogo Koshta. Biroq yondiradilar varotarni bugun. Yomg'ir yog'ardi borib, ustimizga yomg'ir yog'atdi. Ay, bekor. Yomg'ir quyapti borib, endi biz o'tirgan joyga. Oy. Yomon. Hoppa. Germaniya varotar chiqyapti. Bizda yomg'irdan qochish bilan ovora.
Yomg'ir quyapti. Sen ishonmaysizlar. Yomg'ir quyib orqasidan do'l yog'ib bor. Qo'lga hozir to'la do'l bo'lib turibdi. Kattaligini tangedek bor. Zo'rg'a chiqib oldim to'g'risi, shiltam chiqib ketdi. Oyoqlarim hammasi. Mana hamma tashqariga chiqdi chunki yomg'ir quyib yordi. Do'lam yog'gandan keyin o'sha qochmaslikning iloji yo'q. Ronaldoga uspet qilib qoldim, borib bildim. Geldiler bıraktınız. Bottan bana Germaniyan oyuncusu yoktu. Aura bana. Bana bıraktınız yurtdilar. Chiqdilar. O'tgan safar kelgan paytlarimda hech gol qilish hayolim kelmagandi. Mana endi qilaman. Bıraktınız stabilnilar bor. Asosiy safda tushyaptilar. Xudo xolasa bugun gol uradi. Xudo xolasa bugun gol uradi. Shunaqa traditsiya bor. Ronaldo har gol urganda dashtirovka paytida suvni baqiriladi, короче. Hozirgina bitta fanat chiqib turib, Ronaldo bilan rasmga tushishga harakat qildi, mana shotni. Bratimizga osilib oldi, o'yindan oldi temalaring bilan. O'yindan oldi temalaring, travma olib turib hozir bir bola bo'lmasin. Mana bratimiz stabilnilar. Xuddi Germaniya asosiy sostav trubkani olib borishyapti. Naryoqda yana Erdelachi. Cho'ta bu asosiy sostavgan bitta zamindagilar. Ay, bugungi videomiz uzun bo'ladi chunki Ronaldo kelyapti. Endi bu brat bor joyda videoni kam qilish uyat bo'ladi. Uyat bo'ladi. To'g'risini aytsam, o'qovani onasini yensin to'g'risi bor. Yana basharamizga qarab yomg'ir yog'yapti. Ko'ryaptimi yo'q bilmayman. Hamma turib ketyapti chunki yomg'ir silish kim. O'yin hozir kechikyapti, soat 9 da boshlanishi kerak edi, soat 9:10 da boshlanadigan bo'ldi. Mayli. Asab buzilyapti, lekin buzmaslik kerak, lучше настроение saqlab qo'yish kerak chunki o'yin bor, o'yinni ko'rish kerak ekansa. Ter Stegen bratarimiz barda turibdilar. O'nda kalishtirayotgan boshyapti. Bu yoqda bratlarimiz. Ana bratlarimiz ko'ryapsizlarmi? Kayf ko'raman to'g'risi bor, brat har safar ko'rsam. Hozir qattiq boshlanadi o'yin boshlashdan oldin. Germaniya qanaqadir narsa tayyorlab qo'yishga va sariq narsalar ko'rayotgan bo'lsa, menimcha bayroq ko'rsatiladi. Fernandes bratimiz. U bilan ko'shda yomon bugun. Cristiano. Voy, ko'shtadan yana sey. Tarafdan ham bolalar tirokka qilishyapti ularni. Tepaman degan mardiyom ekan, ha. Kraydan ishlashyapti. Bratimiz hozir qirsilatadi. Yo'q. Ko'rsa bugun nima ish olgansa? Buni hali bir marta ham chiqmadi, bor. Ey, bor, deb sho'riyani kelishdimi bolalar? Vitinga bratimiz bugun zamindalar bekor zaminga qo'yibdi. Mana o'sha legenda. Yomon ketadi-yu. Portugaliyaning o'yinchilari o'sha kriketchni kiyimlashtirishga, bundan Germaniya o'yinchilari kriketga harakat qilib nemislar boshlashdi. Ammo oxirgi raqamga boshladi. Nossa casinha vai ser esta. Cantem e apoiem por todos os que aqui não estão. Cantem em todo o estádio, ao som da música, porque somos Portugal! Boshlanyapti sekin, boshlanyapti. Portugaliya tarafdan.
Germaniya tarafdan. Malloch. Bu Germaniya tarafdan qilingan koreo, Germaniya bayrog'i, natsionalniy bayroq. Ajoyib to'g'risi. Genzaut. Badanimdan ana murashkalar chiqib ketdi to'g'risi boru. Bu yoqda pulsi, voy, mashincha yo'q, qatga tushib qoldim. Boshlandi. Hop! Bratanimiz главный герой. Muzikani ham qisqini tanlab qo'yishdi boru. Hoppa. Welcome the players for Hoppa! Nations League Finals 2025. Your teams, Germany and Portugal. Akaxon bugun gol uring, iltimos, gol. Team Joshua Kimmich. Eine Seite allerdings. Kleine besondere Spieler. Danke Joshua für das. Portugaliyani kimni boshlamoqda? Die 18, Maximilian Mittelstädt für die 19, Leroy Sané mit der 25, Alexander. Eles Diogo! Costa! Gol número 3, Rubén! Dias! Gol número 7, Cristiano! Ronaldo! O'yin boshlanishga tayyor Germaniya. Germaniya o'zi tayyor, ular motivatsion bo'lish shekilli menimcha. Portugaliya hali motivatsiyadan ko'taryapti. Ronaldo gapiryapti, biz hammani yoramiz hali deb. Xudo xolasi yutishadi. Davay va Ronaldo. Mana lider. O'yin boshlandi. Mana o'rtasida jang. Bu tarafdan Portugaliya finalidan birinchi burchak zarbasi. Ay. Top Germaniyada. Xavfli vaziyat, Ko'shta yaxshi ham o'z joyida edi. Juda xavfli vaziyat bo'ldi. Biz antda o'ynayaptilar deydi. Zo'r o'tdi. Germaniya himoyadan chiqishga harakat qildi. Hamma turib olgan bor, nimadan turib qolishga ham mana tushunmaydi bor. Voy Cristiano. Rastimizdan ajoyib zarba. Hali beri Germaniyadan unchalik xavfli hujum bo'lmadi. Bir marta bo'ldi zarba, lekin unchalik xavfli chiqmadi. Portugaliyadan Ronaldo qattig'idan berdi tutdi. Offside.
Portugaliya pressingda zo'r o'ynayapti bugun. Unchalik bermayapti masalan. Germaniya bemalol o'ynamayapti. Oldi mana gol ham olib qo'yilgan. Yo'q, Germaniya qarshilar bilan поддержка. Yo'da. O'yinning 10-daqiqasi, 11-daqiqasi boshlandi. Unchalik qattiq hujum ko'rmadik to'g'risi. Ko'rmaydigan to'g'risi Germaniya tarafdan dodladim, juda o'y opasini qilyapti. Hoppa. Katta. Oy! Ekran. Bu zarbasi ekan. Yana havodan. Yana qo'yishdi. Borib turib norozilik bildiryapti. Chap qanotdan yana hujum ketyapti. Endi pressing ekansan. Bilan endi ish qanot ochib qolib ketdi. Glovoy bermadi hakam bilan. Ronaldo yana bitta ajoyib hujum bo'ladi. Olish kuch qilmay qoldi to'g'risi. O'ylab topar ekan. Sal qoldi. Germaniya hisobiga penalti yozilishiga sal qoldi. Yaxshi ham toza o'ynalgan ekan. Ularga iloyim gol bo'lmasa bo'ldi. Hech bo'lmasin. Voy Maluch Ronaldodan chiqdi. Ronaldo olib ketdi. Xavfli o'yin bo'lyapti. Germaniyaga jon kirdi qanaqadir. Yana o'tib ketdi. Kim iş yavaş top aldı ya. Oldiga bir var, Ronaldo kontratiga ichga o'tadi. Portugaliyada ahvol og'ir turdi, sal o'yini tushib qoldi. Ketdi brat. O'zim olqishlaman dotlar. Ko'zimga ishonmayapman, bor, brat o'zi yurib turadi ishda. Brat o'zi yurib turadi просто. Ha, o'tib ketib qoldi. Yo'da nevish bor ekan. Nevish man. Germaniyani zashtasini kesib yuboradigan odam bor. Oy. Ay. Portugaliya foydasiga burchak zarbasi.
reagiert. Germaniya yana hujumda. Schön, so schön. Qizg'andi, to'p qizg'andi просто так. To'g'ri, mana. Olib qo'yishdi yana. Bera olmaslik kerak kontrataga. Yaxshi ham o'tib bor, yaxshi ham. Leroy Sané 200 dan Germaniya foydasiga jarima zarbasi. Uchrashuv 34-daqiqasiga tortdi, lekin hali unchalik bir seryozni hujum ko'rmadi yonaqa. Mayli, shunaqa bo'lib turaversin. Portugaliya bitta gol zashtiga otib olsa ham hayron qolmasin to'g'risi. Ko'ramiz hozir nima bo'lar ekan endi o'yin. Ishqilib nima bo'lsa ham faqat g'alaba kutaman Portugaliyadan to'g'risi. Finalga chiqishini xohlayman. Shundan da shu o'ynayotganim esimga tushib qoldi. Biroq unchalik o'yini ko'rmayapti to'g'risi. Umuman Portugaliyani ham, Germaniyani ham, Portugaliyani ham unchalik o'yini ko'rmayapti. No, normal bo'laveradi. O'rtada o'ynayotgan 11-raqamli o'yinchi ham bor, apasli o'yinchi bor. Shu Stuttgartda o'ynaga kelgandi. Biroq ham bu o'zlari olib borib keldi ancha, borim. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Ruben Dias o'zini bir shoshdi. Yana noto'g'ri pas, yana noto'g'ri pas. Kontratakiga oldi. Oldi. Yarim birinchi taym tugayapti, o'sha o'zini foydasiga tortdi, lekin qanaqadir gol ko'rish shansi yo'q o'xshatdi. Ikkala komanda ham bir-biridan qo'rqib o'ynayapti to'g'risi. Germaniyani hujumlari xavotirli chiqyapti. Flug jetzt! Flug jetzt! Digga! Maloch Costa. Men o'ylashim bo'yicha hakam birinchi taymga umuman qo'sh bermasa kerak, chunki ko'rsatilmadi endi ichim qo'shilgani. Chunki o'yinda unchalik yani qolishda ham bo'lmadi. Shunga ham nima deymiz? Uchrashuvga bir daqiqa qo'shib berdi. Portugaliya bitta hujum qilsa bo'lardi. Minimum of 1 minute of additional time. Ronaldo jag'ilishganini ko'ryapmiz Last lekin. minutes with things. Birinchi taym yakunlandi, hammasi sekin kirib ketyapti. Hisob 0-0. Mayli. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. O'yinning birinchi taymi tugadi, hisob 0-0. Hozir ikkinchi taym endi qizig'roq taym kutib qolamiz. Birinchi taym qiziq, lekin unchalik odamni yondirib yuboradigan bo'lmadi. O'shanga hozir endi Portugaliya mana bu tarafga qarab hujum qiladi. O'shanga yaxshi, Ronaldo yaqinroq turadi bizga, sen bo'l, u chap qanotdan o'ynaydi ko'pincha. O'shanga iloyim golni ko'rish, shu yerda mana shu tarafga yugurib baqirishlarini kutib qolamiz. Xudo xolasa yaxshi o'ynayapti. Ko'shtaga gap yo'q Baratarga. Baratar 2 marta bir 100% gol chiqardi to'g'risi. O'shanga qo'lini o'pib qo'yaman, shu bolani bori yaxshi. Nima desa bo'ladi? Hozir ikkinchi taym boshlanadi, xudo xolasa. Muhimi g'alaba bori to'g'risi 1-0 mi, avtogol farqi yo'q degandim. O'shanga kutib qolamiz hozir nima bo'lishini. Portugaliyaning o'yinchilari qaytib kelishyapti, mana. Biratimiz har doim birinchi bo'lib chiqishni yaxshi ko'radilar, mana. Ikkinchi taym shu bilan boshlandi.
Nummer 26. Bitinga biratimiz tushsa, o'yin o'zgarishni boshladi birazdan. Deutschland 1, Portugal 1. O'tganni qara, o'tganni qara. Yaqinligini qaranglar, menga yaqinligini просто. Akamiz yaqinligini yugurib borib quchoqlab olardi buni. Hoppa, Bernardo. Tekshirgani ketyapti. Hozir повторni qo'yish kerak, повторni. Nima bo'ldi ekan? Ko'rdi, baribir gol hisobladi. Ay, o'tmay qoldi. Germaniya fanatlari Ronaldoga bu deyapti. Chunki norozilik bildiryapti. Burchak zarbasi berilmadi ikkinchi marta. Baland sakraganini. Штрафной, короче. Cristiano to'p oldida. Voy malak. Akamyumny! Liga! Gol! Ой, блядь, соло гол! Брубер, блин! Conceição! Conceição pura! Golni qara, gol. Uspet qilmay qoldim-da, olishga anqayib qoldim. Golni qara, golni. Oy! Bitinga biratimiz tushsa, o'yin o'zgarishni boshladi birazdan. Portugal 1. O'tganni qara. Kamida extra time ko'rsak bo'ladi hozir. Shans bor extra time. Die Arena ist heute ausverkauft. Die UEFA sagt Danke für diese fantastische Unterstützung. Yonvoqda stadion. Bir-birini umuman tushishadi.
stadion sinirsa qo'shiqqa Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ay, xursandchiligim chekiyor to'g'risi. Portugaliya yondiryapti. Birat gol urdilar, bugun urdilar. Shuni ko'rgani keldim 11 soat. Voy malol. Yes. Germaniya fanatlari olg'a gol urdigan qo'shiq aytishyapti, короче. Auf geht's, schieß ein Tor. Vidinga tushgandan keyin to'g'risi Portugaliya olib qo'ydi anaqani, o'rtani olib qo'ydi desa ham bo'ladi, lekin baribir Germaniya ham xavf o'ynayapti. Virts o'zini qanotida, o'zini joyida yondiryapti. O'tmay qoldi Ronaldoga. Olib qo'ydi. Hujum boshqatdan boshlanadi. Portugaliya qattiq formada deb bor hozir. Ay. Maloch. Oldi. Qayt hujumga, himoyaga qaytlaring iltimos. Borlar, pressingga bor. Pressingga bor, Gnabryga. Hozir Portugaliyaning o'yini prosta kayf qolman ko'rib. Boru Vitinha tushdi, o'ng qanotga o'yinchi tushdi, Konsensao tushdi. Uchalasi yondirishyapti. Germaniya zo'rg'a turib beryapti. Yana bitta urib olishsa bo'ldi, bor. Yana bitta urib olishsa bayram. Sariq kartochka. O'yinni 80-daqiqasi. Nima desa bo'ladi? Ish qilib yutsa bo'ldi bugun boru. Ushlayapti. Kontratakiga bermaymiz. Maloch. Hamma yopiq. Yigirmanchi raqamli o'yinchilar o'rniga hozir Diogo Jota tushyapti. Adashmasam shu bola Liverpoolda o'ynaydi. Yaxshi o'yin bo'lishi kerak. Ketdi Draka, ketdi. Sariqlar boshlandi, sariqlar jangi. Fulkurukka jahli chiqdi. Cristianoga hech qaysi bir gapira olmaydi lishni. Hech kim gapira olmaydi baribir. Voy. Не успею. Asla 100%. 100% Portugaliyaning foydasiga edi. 100%. Shteboschilikni qattiq qilyapti, shteboschilikni. Portugaliyani o'yin cho'zyapti deb ayblashyapti hozir. O'ng qanotdan Germaniyaning hujumi umuman o'xshamayapti, chunki Mendes olib borib kelyapti. O'shanga hamma faqat chap qanotdan o'ynayapti.
Ronaldo tark etdi. Adashmasam o'rniga Ramos shot qo'ydi. Safe eye bilan. Substitution for Portugal. Cristiano! Yarim stadion qarshi chalyapti. Bu tarafdagilar kuchli chalyapti. Короче. Ya o shot o'rniga. Ne kontra? Zashtik shot adashmasam. 5 minut qo'shib berishdi. 5 minut ichida berish kerak Portugaliya. Liba yana bitta bu gol urib kettirib, o'yinni to'xtatib qo'ya qolishadi birato'lasi. Germaniya endi bor kuchini beradi. Germaniya hisobiga yana uglavoy. İlohim gol bulmasın, ilohim gol bulmasın. Vitinha'nın oynashini ko'rsanglar, Vitinha raqsga tushyapti, o'ynamayapti, raqsga tushyapti. Теперь out. O'yin o'ziga yetdi. Super g'alaba. G'alaba 11 soatlik yo'limizni boshladi. 11 soat. G'alaba. Deutschland 1, Portugal 3. Oyuncular Dear all, we have the pleasure to announce that the UEFA Player of the Match, presented by Carlsberg, is number 26, Francisco Conceição from Portugal. Congratulations to Francisco Conceição, who will receive the UEFA Player of the Match award shortly. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, um uns bekannt zu geben, dass der von Carlsberg präsentierte Player of the Match Portugals Nummer 26, Francisco Conceição ist. Herzlichen Glückwunsch also an Francisco Conceição, der gleich als UEFA Player of the Match ausgezeichnet wird. Ronaldo qani topolmayapman. Mana o'yin ham tugadi. O'yinchilar o'z minnatdorchiligini bildiryapti. Voy! Ketdi mana futbolga bittasi ketdi. Cristiano'ni topolmayapman. Ha, bu topdim. Mana. Formasini almashtiribdi. Germaniyaning o'yinchilariga ham gap yo'q, to'g'risi yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Xavfli o'yin ko'rsatishdi, lekin baribir Portugaliya bu g'alabaga loyiq edi. Ronaldo bratimiz har doimgidek kameralar faqat unga qaratilgan. Ey Ronaldo, seni yaxshi ko'raman. Xudoga ming qatla shukr, ko'rgan o'yinini ko'rdim to'g'risi. Vlogga yomoni bo'ladi, lekin mora vlog yomoni bo'ladi. O'yin ham o'z nihoyasiga yetdi. 2-1 g'alaba. Mana o'yin hammamiz yetolmasa. Ana bitta Portugal tarafida menimcha nimadir bo'tdi. Bilinganayotganni. Короче, hamma baqirib yuribdi to'g'risi, vashcha. To'g'risi
Ronaldoning gol urishini 3 ta o'yin kutdim to'g'risi. Mana oxirgi o'yinda shu menimcha o'yiniga tushishi mumkin bo'lgan oxirgi o'yinda gol urib berdi borib. Emotsiyalarni to'g'risi videoda o'zim olmaganman, lekin emotsiyalar vashshe dahshat bor to'g'risi. Gapirgani tilim aylanmayapti hozir bor xursandchiligimdan. Xudoyim o'zingga ming qatla shukr bor shu o'yinga kelganimga. Shu imkon berdiki, menga shu pulim bo'ldiki, shu o'yinni biletini olishga, bilet ham sotilib ketganda, oxirgi kun qarasam, bilet sotib olib turib, qaytib nima edi? Qaytib sotganlar bo'ladi-yu, kela olmaydiganlar. O'shanaqalarning bileti chiqib qolganda oldim. Xudoga ming qatla shukr. Stadion polnisi sotilib bo'lgan. 70 mingta joy bo'lsa, 70 mingta sotilib bo'lgan ekan. O'shani ikkita joyini men olishim, Xudoga shukr, o'zingga shukr qilaman. Mayli, video yoqqan bo'lsa hammanglardan like podpis kutib qolaman. Bu o'zgacha video bo'ldi. Chiroyli kommentariyalar yozib qo'ysanglar, biram xursand bo'lgan bo'lardim.